Tez-tez gaymarit bezovta qilishiga fontanella sababchi. Ko'pchiligi fontanellasi bor ekan desak, nima ekan deb savol berishadi. Fontanella ya'ni noodatiy teshik. Gaymir bo'shlig'ining o'zini tabiiy yo'li mana bu hisoblanadi. Mana shilliq chiqib turibdi. Mana bu qo'shimcha teshik mana. Normada bu teshik bo'lishi kerak emas. Tabiiy yo'lidan chiqayotgan shilliq oqib mana bu yerdan qaytib tushib kelaveradi. Resirkulyatsiya hisobiga tez-tez gaymarit bo'lishiga sababchi bo'ladi. Hozir biz mana shu qo'shimcha teshik bilan tabiiy yo'lni ikkalovini birlashtirib qo'yib, bitta qilib qo'yamiz. Xudo xolasa bemorimiz bu darddan xalos bo'ladi. Mana fontanellani o'zini tabiiy yo'li bilan, gaymir yo'li bilan bitta qilib birlashtirib qo'ydik. Gaymir bo'shlig'i mana bu polni ochib turibdi. Xudo xolasa bemorimiz surunkali holatdan qutuldi. Agar sizlarda ham shunaqa surunkali gaymarit tez-tez bezovta qilayotgan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin.